aka ukalar, hammaga assalomu alaykum. Xullas kalom, sizlar so'ragandinglarmi, qidirib yurgandinglarmi? Endi qidirmanglar. Nimaga desangiz, talablarga binoan Nexia 2 olib kelib qo'yganmiz 1.6 motorda. Oppoq rangda. Shu uchun obzorni ko'rish tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Xullas kalom aka ukalar, ko'rib turganlaringizdek, mashinamiz rangi oppoq, holati yaxshi holda turibdi. Bu Nexia 2 Dons motor, to есть 1.6. Gerbu labolar ham qo'yilgan, holatchasi yaxshi. Tak, shumkalar ham qilingan, orqa tonirovkalar mavjud. Salon qismi. Salon bu luks, xullas kalom. Nexia 2 1.6 luks. Xullas kalom 240 ta yurgan, magnitofon kolonka, Magigar pult, hamma narsa mavjud. Shumkalar olasiz, mazza qilib minasiz, faqat luks, bez konditsioner. Mashina 1.6, metanda yoqilg'isi, metan va benzinda. To'rtta yaxshi yumshoq balonlar qo'yilgan, xullas kalom. Yursa bo'ladi, Espero kalpakchalar bilan. Mashinamiz, xullas kalom aka ukalar, qidirib yurgandinglar, juda ham ko'p taklif bo'lganligi uchun aynan mana shu mashinani sizlar uchun olib kelib qo'ydik. Mashinamiz, xullas kalom aka ukalar, mashinani olib bosilayotgan joyi o'zi ayniqsa oxirgi paytlar aynan mana shu Nexia 2 ni oq rangi juda ham bir trendga chiqib ketdi. Bekordan bekor Nexia 2 legenda bo'lmagan deb o'ylayman. Chunki 1.6 motor, metanda, Magigar pult, xullas kalom hamma sharoiti bu. Olib mazza qilib minasiz. Shaxsan sizlar uchun aytib o'tganimdek yuqorida $3100 shuni olib kelasiz. Xudo xolasa, xohlang genda veramiz, xohlang оформление, любой temasiga bo'ladi. Так что past nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mashina shaxsan staykamiz turibdi, kelib ko'rib test qilib olsanglar ham bo'ladi. Так что, qalb adashmang.